12500 ga 2022-yil attiga 45000 kilometr yurgan Elegant Plus pozitsiyasidagi qora Gentra'miz sotuvda. Ko'rishinglar mumkin, juda ham zo'r holatda, kerakli hamma narsasi bor. ABS diski, lyuk, undan tashqari Optra Amerikanka faralariga chon qo'yilgan va 4 ta yaxshi yumshoq balonlar taqilgan. Bagajimizni ochib ko'rsataman, hali zapaskalari tushmagan. Ko'rishinglar mumkin. Endi salon qismiga keladigan bo'lsak, salonimiz ideal holatda, qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Malibu rul, TS monitor, yaxshi polik va chexollar taqilgan. Undan tashqari 908 Magikarp pultlari ham bor. Orqa qismini ham ko'ringlar, tinnu turibdi. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsak, ezilgani uchun kapotga, kriloga va ikkita eshigiga kraska sepilgan. Oladigan odamlar bo'lsa, rasmlari bor, ko'rsatiladi. Mashinamizda kimga yoqqan bo'lsa va qiziqqanlar bo'lsa, pastda egalarining raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqib, narxlarini kelishib, baraka qilsanglar bo'ladi.